Assalomu alaykum do'stlar. Yaxshimisizlar, charchamasizlarmi? Yana men sizlar bilan hamroh safar darsimizga kelib qolgan joydan davom ettiramiz. Bugungi o'tadigan mavzumiz PostgreSQLda har doimgidek where bo'ladi, ya'ni shart berish. Bugun 3-darsimiz. Hurmatli do'stlar, where o'zi nima? Unga bir boshdan izoh berib ketaman. Where bu SQL tilidagi juda muhim tushuncha bo'lib, u ma'lumotlarni tartibsiz holda emas, balki uni aniq shart asosida tanlab olishga yordam beradi. Oddiy holatdan misol keltirsak, u xuddi kutubxonaga kirib, barcha kitoblarni emas, faqat kerakli mavzudagi kitoblarni qidirishga o'xshaydi. Jadvalda ko'plab ma'lumotlar bo'lishi mumkin, lekin har doim ham hammasi kerak bo'lavermaydi. Shunda where yordamga keladi. U har bir qatorni tekshiradi va faqat berilgan shartga ko'ra mos kelganlarni ajratib beradi. Masalan, faqat 18 yoshdagilarni yoki faqat ma'lum bir ismga ega bo'lganlarni chiqar deyishimiz mumkin. Bu haqida hozir to'liq izoh berib o'tib ketaman. Yana o'zi asosan where qanday ishlaydi? Har bir qator uchun shart tekshiriladi. Agar rost bo'lsa true, o'sha qator olinadi. Agar yolg'on bo'lsa false, ya'ni tashlab yuboriladi. Where berilgan shartga asosan kerakli qatorlarni tanlaydi. Masalan, kechagi darsga select yulduzcha from table'da nomini berayotgan bo'lsak, endi bu o'sha fromni pastidan yoziladi. Bitta muhim qoida, lifehack, eslaringizdan chiqarmanglar. Doim from bilan where bitta joyda yonma-yon keladi. Ular umuman ajrashmaydi. Ya'ni qisqa qilib tushuntirsam, sizlar tushunadigan darajada bularning muhabbati bir-biriga kuchli. Endi where ishlatish uchun biz shart operatorlaridan foydalanamiz. Ya'ni teng emas, katta, kichik, katta yoki teng, kichik yoki teng, and, or, not, in, between, like. Bular to'g'risida hozir bitta izoh berib ketaman umumiy va keyin har biriga to'xtalamiz. Bu operatorlar where bilan birga ishlatiladi va shart qo'yishga yordam beradi. Ular orqali ma'lumotlar solishtiriladi. Bir nechta shartlar bajariladi. And, or, not yoki ma'lumotlar ma'lum guruh yoki oraliq bo'yicha tanlanadi. In, between, like kabi. Endi asosan bu yerda bu operatorlar faqat where bilan ishlatiladi deyish sal maqsadga muvofiq bo'lmagan. Endi hozir yana bitta oddiy bir qisman tushuncha berib ketmoqchiman. Bular asosan keyingi mavzularimizda ham where emas, boshqa funksiyalarni ishlatganimizda ham qo'llaniladi. Unga o'sha payt to'xtalamiz. Shuning uchun ham faqat where deb ketganman. Sizlar chalkashib ketmasliklaringiz uchun shuni o'ylagan holda. Xo'p, endi bularni har biriga izoh berib ketsak, and nima, or nima, not nima, like nima, I like nima, in nima, between nima, umumiy hammasi. Qisqa qilib tushuntirsak, shu inglizchadan tarjimasi and va degani, or yoki degani bir nechta shartni birlashtiradi va hammasi rost bo'lishi kerak, faqat barcha shartlarga mos qator chiqadi. Ya'ni hammasi true bo'lsagina ishlaydi. Ya'ni nechta shart berishimizdan qat'iy nazar, o'sha shart hammasi bir xil vazifani bajarsagina true chiqadi. Biz bergan shart bir-biriga doim to'g'ri kelishi shart. To'g'ri kelmasa false chiqaradi. Orga esa farqi yo'q, or teskarisi. Har bir nechta shartdan kamida bittasi rost bo'lsa yetarli. Shartlardan biri bajarilsa ham qator chiqadi. Ya'ni bu operatorda bittasi false bo'lsa ham true chiqadi. Ya'ni nechta or ishlatishdan qat'iy nazar o'sha biz bergan shartga bittagina true bo'lsa ham true qaytaradi. Lekin en unday emas. Enga nechta shart bersak ham hammasi true bo'lishi qat'iy. Endi not nima? Not inkor qiladi, ya'ni rostni yolg'onga chiqaradi, yolg'onni rostga aylantiradi. Natija berilgan shartga mos kelmaydigan aksincha qatorlarni tanlab oladi. Masalan, bu nima demoqchi? Qisqa qilib tushuntiraman buni ham. Faqat 18 yoshdagilarni chiqar deydigan bo'lsak, o'shandan oldin not qo'yib qo'ysangiz, 18 yoshda olmaydi,
qolganlarini oladi. Agar 18 yoshdan kattalarni ol deydigan bo'lsangiz, 18 yoshdagilarni oladi, kattalarni olmaydi. Mana aytayapti-ku shartga, rostni yolg'onga, yolg'onni rostga aylantiradi. Bu nima uchun unday bo'lsa bizga kerak deydigan bo'lsangizlar, bu hali darslar davomida o'tib ketaveramiz. Asqotadigan joylari bor o'zini. Endi yana davomi umumiy vazifasi mana bu yoqqa in bo'lish kerak edi, or bo'lib qolibdi. Buni to'g'ri tushunasizlar. Bir nechta bu in bir nechta qiymatlarni biriga mos kelishini tekshiradi. Ko'p or yozish o'rniga ishlatiladi. Natijada ro'yxatda keltirilgan qiymatlarni istalgan biriga mos kelgan qatorlar tez va qulay tarzda topiladi. Bu asosan or o'rniga ishlatsak bo'ladi. Har doim or deb yozib ketavermaymiz-da. Shunday in berib qo'yib, qavsicha nechta bizga shart kerak bo'lsa, o'shalarni olib ishlataveramiz. Masalan 1, 2 yoki 1, 3 qaysilar asosan bizga kerak bo'lsa shular. Between ya'ni ikkita qiymat orasida degan ma'noni bildiradi o'zbekchasi ham. Qiymat ma'lum oralig'ida ikki qiymat orasida ekanini tekshiradi. Chegaralar ham hisobga olinadi. Ya'ni boshlang'ich va oxirgi qiymatlar ham natijaga kiritiladi va shu oraliqqa tushgan barcha qatorlar chiqadi. Ya'ni chegaralar deganda nimani nazarda tutyapti? Bizga savol kelishi mumkin. Masalan, 2025-yil yanvar oyidan 2025-yil mart oyigacha bo'lgan to'lovlarni chiqar deyishi mumkin. O'shandagina ishlatsak bo'ladi va boshqa joylarda ham ishlatish mumkin. Like nima? Like operatori SQL da matn, string bilan ishlash va ma'lum bir naqsh yoki o'xshashlikda mos keladigan qatorlarni topish uchun ishlatiladi. Bu ayniqsa where bilan birga qo'llaniladi. U asosan mana shu tarzda yoziladi. Bu foiz belgisi foiz belgisi doimo bunday bo'lmaydi. Agar boshidan ol deydigan bo'lsak, bosh harfi A bilan boshlansin deydigan bo'lsak, oxirida bo'ladi yoki so'z o'rtasida, masalan, operator so'zida misol uchun at qatnashgan, to'g'rimi? Faqatgina at so'zi borlarni ol yoki rad so'zi borlarni ol deydigan bo'lsak, boshiga ham oxiriga ham foiz berib, o'rtasiga o'sha so'z kerakli so'z yoziladi. Bu butun tablda tekshirib, qatorlarni tekshirib, faqat bizga o'sha bor so'zlarni topib beradi. Buni ham qulayliklari ancha ko'p. Like degani bor, uni shunchaki tushuntirib o'tib ketaman, yozib o'tirmadim. Ikkalasi ham pashti bir xil ishlaydi. Like asosan bosh harflarda qo'llaniladi. Misol uchun, masalan, first name, last name bo'ladigan bo'lsak, ularda like bersak qulayroq, ya'ni ism, familiya, adashmasam atoqli bo'lgani uchun ham u bosh harf bilan yoziladi. Shunga nisbatan like qo'ysak, kichkina harf berasizmi, mana bu yoqqa katta harf berasizmi, ahamiyatsiz. Like o'zi sizga topib beraveradi. Endi qisqacha mazmun kodi, ya'ni select yulduzcha from students jadvalidan olyapti, where age 18 dan katta yoki teng bo'lsa, and age 25 dan kichik yoki teng bo'lsa, and deyapti. Name like a harfi bilan, ismi a harfi bilan boshlanishi kerak ekan. And in ya'ni id. In birinchi va ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qatorlarda joylashgan bo'lishi shart ekan. Shu 4 ta qatorni bizga tekshirsa bo'ladi ekan. And not, ya'ni not degani grade. Yo endi bu yerga aytayapti, F harfi bilan boshlansin deyapti, F ga teng bo'lsin deyapti. Lekin or deyapti, city ya'ni Toshkent bo'lsin deyapti. Endi bu yoqqa nima qiladi? Agar not bo'lmagan deydi, grade F bo'lsa bittasi true bo'lib, bittasi false bo'lsa ham true bo'lishi mumkin. Masalan, bitta qatorga city bor, lekin grade F yo'q. Shularni qo'llab ketiladi. Misol uchun, hozirgi aytib o'tganda bitta qatorga Toshkent bo'lsa, o'sha Toshkent oladi, bitta qatorga F bo'lsa, o'sha F olib ketadi. Endi bu kodlarni, bu juda ham qiyin, mukammal yozilgan. Qanchalik nima deydi?
hozir qiyinroq narsa ko'rsatsam, keyingi yozadigan kodlarim bir boshdan oson bo'lib boradi. O'shanda sizlarga muammo tug'dirmaydi. Ya'ni qiynalmaysizlar. Shu kodni mazmunini bittagina tushunib olsangizda bo'ldi. Sver uchun sizlarga umuman problema, muammo bo'lmaydi. Bo'lishi mumkin ham emas. Hurmatli do'stlar, endi bu ushbu kodni umumiy nima qilgani to'g'risida hozir men aytdim. Endi kengroq yoritilgan tartibda yozib chiqqanman. O'shanga asosan ozgina 2 minut to'xtalamiz. Ushbu kod SQL kodi student jadvalidan faqat kerakli talablarni tanlab olish uchun yozilgan. Where operatori yordamida bir nechta shart birlashtirilgan va har bir ma'lumotni saralashni o'ziga xos rol o'ynaydi. Avvalo age 18 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Age 25 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak. Qismi 18 dan katta va 25 gacha bo'lgan talablarni tanlaydi. Shu yoqqa nima qo'ysak ham bo'lardi? Between qo'ysak ham ikkalasidan orasidagilarni olib ketardi. Ya'ni oraliqdagi qiymatlar hisobga olinadi. Bu yerda between operatori ishlatilmagan, lekin xuddi shunday vazifani bajaradi. Keyingi shart name like ismi a orqali harfi bilan boshlanadigan talablarga ajratiladi. Bu operatorlar matn ustunlarida qisman moslikni topishda juda foydali, chunki foiz belgilari yordamida bir nechta belgilarni qamrab olishi mumkin. id in bo'lgan, ichida shundan shu raqamgacha idsi esa faqat ro'yxatda keltirilgan idlarga ega talabalarni tanlaydi va bu ko'p or yozish o'rniga qulay va tez yechim beradi. Masalan, tasavvur qilinglar, bir yozasizlar or shundan id shunga teng bo'lsin, 2 yozasizlar or id shunga teng bo'lsin, 3 or shunga teng bo'lsin, 4 or. U narsa kerak emas, bitta innicha qo'llab qo'ysak bo'ladi. Agar shaqqa not in yozganda nima bo'lardi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qatorlarni olmasdan qolganlarni olib ketardi. Endi and not f qismi esa f bahosini olmagan talabalarni chaqiradi, ya'ni shartni inkor qiladi va noto'g'ri baholi qatorlarni tashlab yuboradi. Oxirgi qismi or city, ya'ni Toshkentda esa shartlardan birini to'ldiradi. Agar shartlar bajarilmasa ham Toshkent shahrida bo'lgan talabalarga natija kiritiladi. Umuman olganda bu kod orqali jadval belgilangan shartlarga mos keladigan talabalar tanlanadi. U har bir operatorning amaliy ishlashi birlashtirilgan misol ma'lumotlarni filtrlash va saralash jarayonida aniq va samarali qiladi. Buni hozir men 2 sekund to'xtab turaman, videoni pauza qilib bemalol screenshot qilib olishlaringiz mumkin. Sabab nima? Buni qanchalik o'qib tushunsangizlar, shuncha yaxshi bo'ladi. O'zi asosiy maqsad kod yozish emas, u kod o'zi qanday ishlaydi, nima sababdan unday ishlayapti, nima sababdan bunday kod yozganmiz, muammo nimada degan savolni sizlar o'zlaringiz berib bilishlaringiz kerak. U kodni hozir hamma yozadi, даже AI ham yozib beradi. Muammo emas kod yozish, faqat kodni qanday ishlashini, nimaligini, tartibini yaxshi tushunib olish kerak. Endi bizga masalalar berilgan. Hozir men o'zimiz ishlatadigan shu Dividend databasedan masala tuzganman. Bu masalalarni birgalikda ko'rib chiqamiz. Hurmatli do'stlar, endi bitta narsani aytib ketmoqchiman, keyin bu narsaga xo'p yana qaytamiz. Endi diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Masala shartida shunday deyapti: film jadvalidan title Academy dinoskor bo'lgan filmlarni chiqaring. Ya'ni shunga teng bo'lgan filmlar chiqish kerak ekan. Endi film jadvalidan deyapti. Endi o'sha miya signal borish kerak, hurmatli do'stlar. Film jadvalidan degandan keyin biz nima qilamiz? Bu yoqqa izoh yozib qo'yishlaringiz ham mumkin. Birinchi masalada adashib ketmasliklaringiz uchun. Agar eslaringizdan chiqib ketadigan bo'lsa, copy paste qilib, buni hozir copy paste qilishni sal bor uzr. Imkoni yo'q. Men esimga qoldi. Endi qaranglar. Select
yulduzcha from qaysi tabledan endi from nima qiladi o'zi? From qaysi tabledan olishimizlikni ko'rsatadi. Buni o'tgan darsda to'liq tushuntirib berganman. Yana qaytadan ko'rib olishlaringiz mumkin. Shu payt bitta run qilsangizlar, uje natijalar chiqadi ekranga. Natijalar chiqadi. Endi bizga qaysi ustun kerak? Mana shu title ustuni do'stlar, boyagi aytgan so'zimiz bor bo'lsa chiqish kerak. Endi nima qilamiz? Boya aytganimdek, select bilan from bir joyga kelsa, endi from bilan where bir joyga keladi har doim. Bularning bir-biriga bo'lgan munosabati, muhabbati juda kuchli. Doim bir xil chiroyli qilib kod yozishni o'rganinglar. Endi f nuqta title bo'ladigan bo'lsa, teng bo'lsin. Bu title string bo'lganligi uchun doim u string, ya'ni bir tirnoqning ichiga yoziladi. Endi bizga nima bo'lish kerak ekan? Academy dinozaur bo'lish kerak ekan. Endi hozir men buni run qiladigan bo'lsam, natija chiqadimi, chiqmaydimi ko'ramiz. Uje natija chiqmadi. Sabab nima? Bunday ma'lumot yo'q ekan. Hozir sizlarga yana tushuncha paydo bo'lishi uchun, hurmatli do'stlar, kodni yana bitta ishlatib, shu yerda bor bittasidan foydalanib chiqarib ko'rsataman. Mana hurmatli do'stlar, film ID'si 13 bo'lgan shu film bizga chiqdi, bor ekan bizning table'imizga. Hozir bu yerda endi sizlar bitta narsani tushuninglar. Kod qaysi tartibda ishlayapti? Masalan, Python yoki boshqa dars to'lash tillarida tepadan ishlab kelsa kod, SQL da bunday emas. Sabab hozir bu yerda where umumiy table qatorlarini tekshirib chiqadi. O'zi birinchi from table chiqqandan keyin where ishlaydi, selectga bormaydi hali. Where ishlaydi-da, umumiy qatorlarni tekshiradi. Masalan, birinchi qatorda shu bormi? Yo'q, false. 2da bormi? Yo'q, hokazo. 3ga bormi? Yo'q. 13-qatorga bor, true chiqadi va qolganini umumiy table tekshirgandan keyin selectga boradi va u run qiladi. Natija xuddi shu tartibda chiqadi. Endi ikkinchi masalaga o'tadigan bo'lsak, hurmatli do'stlar, ikkinchi masala nimadan iborat ekan? Hozir uni ko'ramiz. Ikkinchi masalada aytibdi, customer jadvalidan store ID 1 yoki 2 bo'lgan mijozlarni chiqar deyapti. Endi xo'p, bizga customer jadvali kerak ekan. 1 yoki 2 bo'ladigan bo'lsa, buni nima qilsak bo'ladi? Innicha qo'yib ketsak ham bo'ladi. Buni hozir endi yozib beraman. Masalan, ketdik, yana select from bizga qaysi table kerak? Customer table kerak. Xo'p, buni ishlatamiz. Customer table'idan staff ID'si deyapti. Store ID'si 1 yoki 2 ga tegishli bo'lmagan xodimlarni chiqar deyapti. Yo'q, tepadagisi edi. Bo'lgan mijozlarni chiqar deyapti. Store ID 1 yoki 2 bo'lgan mijozlarni chiqar deyapti. Pastdagi adashib ketaman. Endi nima bo'ladi? Where bo'ladi. Bizga store ID 1 yoki 2 bo'lgan. Ya'ni store ID in 1 yoki 2 bo'lgan mijozlarni chiqar deyapmiz. Mana store ID ga qarang, mana birinchi qatorda o'sha store ID'si 1 ekan, 2da bu ekan, 3da bu ekan, 4da bu ekan, 4da 2 ekan, umumiy mana store ID'si 1, 2 bo'lgan jamiki hammasini chiqardik.
Endi kodni boya aytganimdek chiroyli qilib tartiblab yozib ketishga o'rganinglar, hurmatli do'stlar. Endi 3-masalada nima deyapti? 3-masala ko'ramiz. 3-masala endi xuddi shuni teskarisi, ya'ni step jadvalidan olar ekanmiz. Store ID'si 1 yoki 2 ga tegishli bo'lmagan xodimlarni chiqar deyapti. Ya'ni bunda nima qilamiz? Bo'lmagan degandan keyin step jadvalidan select qilamiz. Har doim select qilib from step jadvalidan har doim mana shu shart berishdan oldin yozadigan kodlaringizni bitta ishlatib olinglar. Masalan, ustunni nomini kerakli ustunni nomini balkim bilmassizlar, balkim to'g'ri yozarsizlar, balkim noto'g'ri yozarsizlar. Muammo yuzaga kelmasligi uchun doim bitta ishlatib olinglar. Endi aytayapti, step ID'si 1 yoki mana shu 1 yoki 2 bo'lmagan deyapti. Endi nima qilamiz? Where yozamiz. Where step ID'si bo'lmagan degandan keyin boya aytganimdek not bo'ladi. Hurmatli do'stlar, keyin in bo'ladi. In nima? 1 yoki 2 ni shunchaki berib qo'ysak bo'ldi. Endi natija chiqmaydi, chunki o'zi 1 bilan 2 bordi faqat step ID'ga. Shuning uchun ham natija chiqmadi. Endi mana buni o'chirib turib bunday qiladigan bo'lsak chiqadi. Agar 3 4 bo'lganda edi, 3 bilan 4 chiqardi. 1 bilan 2 chiqmasdi boya notlik holatimizda mana bunda. Hurmatli do'stlar, bitta narsaga qattiq e'tibor qaratinglar. Shunchaki kod yozuv emas, boshqa praktiklar qilib turib, xuddi shu masalalardan foydalanib, ko'proq masala ishlashga harakat qilinglar. Har kuni kamida 5 ta 10 ta masala ishlab turib, o'zlaringiz hozirdan GitHub akkaunt ochib turib, o'z masalalaringizni yuklab boringlar. GitHub akkaunt ochish ham juda qiyin ish emas. Hali buni ham bitta darslik qilib o'tib qo'yishim mumkin. Endi 4-masala. 4-masalada nima deyapti? 4-masalada aytayapti, payment jadvalidan 5 dan 10 gacha bo'lgan to'lovlarni chiqar. Amount'i 5 dan 10 gacha bo'lgan to'lovlarni chiqar. Ya'ni bunda 5 dan 10 gacha deyapti. Ya'ni shart 5 dan 10 gacha bo'lgan to'lovlar bizda chiqish kerak. Endi nima qilamiz? Select from bizda nima jadval kerak? Payment kerak. Payment yana bitta ishlataveramiz. Endi mana amount jadvali bor ekan. 5 dan 10 gacha bo'lganlarni chiqarishimiz kerak. Va amount katta bo'lsin 5 dan, katta bo'lsin 5 dan. Endi nima qilamiz? Ikkalasi ham chiqish kerak. Ikkalasining orasida bo'lish kerak. Buni endi end qilamiz. Yana p amount kichik bo'lsin 10 dan. Hozir bu yoqda nima bo'lyapti? 5 dan kattalari va 10 dan kichiklarini olyapmiz. Endi ishlatadigan bo'lsak, o'sha mana amountga chiqadi. Amount 7, 5 dan katta, 599, 5 dan katta, jamiki hammasi. 10 dan kichkina, masalan 899, 11 yo'q, 10 yo'q. Chunki agar bu yoqqa teng bo'lsin desak, 10 ni olishi mumkin edi yoki 5 dan katta yoki teng bo'lsin desak, 5 ni olishi mumkin edi. Endi 5-masala quyidagicha. Rental jadvalidan rental de 2005 shu oy, yil, kunda va return date null bo'lgan yozuvlarni chiqaring deyapti. Null nima? Hech qanday yoqqa jadval bo'lmaydi, ma'lumot bo'lmaydi. Shunchaki o'sha yerda hech qanday hisob-kitob yoki ma'lumot kiritilmagan uchun shunchaki null qo'yib qo'yilgan bo'ladi. Bu oddiygina 0, o'zimizning 0. Endi bunda hozir ozgina fikrlab ko'rsangizlar, between ishlatsak bo'ladi. Boya aytganimdek, ikkalasining orasiga end bo'lish shart. Va dedimmi, bu end ishlatish kerak. Va dedim, end ishlatish shart.
Xo'p, endi rental jadvaliga murojaat qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, diqqat bilan qarab turinglar. Bizda 5-masala. 5-masala nima ekan? Select yulduzcha from rental jadvali kerak ekan. Buni ishlatamiz. Endi nima deyapti? Where rental jadvalidan return date 2005-yil shu sanada bo'lsin deyapti. Rental date shu sanada bo'lsin. Bo'lsin va return date null bo'lgan yozuvlarni chiqar. Return date null bo'lgan, ya'ni bunda isnal qilib ketasizlar, oddiygina qilib muammo bo'lmaydi. Uje bizda ma'lumot chiqmadi. Bunda ustun qator, uzr adashib ketdim. Ustun deb qatordagi bunday ma'lumot bizda yo'q ekan. Endi betweenni hozircha ishlatmay turaman, u juda oddiy. O'zlaringiz shu narsani, masalan, men shuncha and or kabilarni yozib berdim. Endi orni yozmadim, orga bitta shart berishimiz mumkin. Masalan, kelinglar, shu yerga bitta o'zimiz masala tuzib ishlab ketamiz orga. 6-masala bo'ladigan bo'lsa, select sal tez yozganim uchun xato bo'lib ketyapti. From paymentdan olaylik, mayli. Payment. Endi bunday qilamiz. Hurmatli do'stlar, diqqat bilan qarab turinglar. Kodni mana shunday qilib doim chiroyli yozishga odatlaninglar, odat qilinglar, o'rganinglar. Where qilamiz amount katta bo'lsin, masalan nechidan deymiz. Katta bo'lsin 3 dan deylik. 3 dan katta bo'lsin. Or yoki amount kichik bo'lsin 6 dan deylik. Hozir ishlashini ko'rasizlar. Mana avval boya faqat o'sha nima buyoqqa berdik-ku, 5 bilan 10 orasida olsin deganmiz. Endi u yerda faqat 5 dan 10 gacha bo'lganlari bor edi. Endi bu yoqqa mana 3 dan kichigi ham bor, 6 dan kattasi ham bor. Sabab nima? Or bo'lyapti bu yerda. Or bo'lgani uchun hozir bittasi true bo'ldimi, обязательно bu yoqqa false bo'lmaydi, natija true chiqadi. Mana shu berilayotgan shartdan bittasi true'mi, masalan 3 dan kattami? True. U 6 qiziq emas. Misol uchun 6 dan kichikmi? 3 dan kichkinami? U qiziq emas. Kattami? Qiziq emas. Xuddi shu tartibda bo'ladi. Oxirgi masalamiz nimadan iborat edi? Film jadvalidan reytingi PG yoki G bo'lgan filmlarni chiqar. Shu yoqda ham or ishlatamiz. From qaysi jadvaldan? Rating jadvalidan. Yo'q, film jadvalidan rating ekan. Film jadvalini ishlatamiz. Endi avtomatik ustunlarga qaraymiz. Rating degan ustun bormi? Mana rating bor. Endi shu ustunni shart berib tekshirishimiz kerak, oddiygina qilib. Uni qiyin joyi yo'q. Hozir ham ishlab berdim. Endi rating qilamiz. Masala shartida nima deyapti? Hurmatli do'stlar, diqqat bilan e'tibor qaratinglar. Film jadvalidan reytingi PG bo'lsin yoki G bo'lgan filmlarni chiqar.
darajasida endi bu. Endi teng qilamiz. Bu string bo'lgani uchun boya aytganimda buni ham qo'sh tirnoq ichiga yoziladi. PG aka. PG yoki deb bo'lgandan keyin or bo'ladi. F nuqta yana rating bo'ladi. Teng bo'ladi. Nimaga? Endi G ga teng bo'lsin. G ga teng bo'lsin. Bizga faqat hozir shularni topib berish kerak. Mana. Faqat shularni oladi. Yoki buni, yoki buni, yoki buni, yoki buni mana. Ikkalasidan bittasini olyapmiz. Asosan hozir bitta ustunga berib tekshirdik uni. Misol uchun agar ikkita ustunga berib, misol yana hozir boshqa ish qilib ko'ramiz. Masalan, endi length bilan rental rate tekshirib ko'raylik. Select o'shandagina sizlarga or ozgina bo'lsa ham tushunarli bo'ladi. From film jadvalidan endi nima qilamiz? Kodlarimni ozgina tartiblatib qo'yaman. Sizlar ham shu narsaga o'rganinglar. Endi qaranglar diqqat bilan. Where deymiz. Rental rate hozir bu yoqqa endi teng bo'lsin deymiz. Sizlar tushunishlaringiz uchun teng bo'lsin deymiz. 4.199 ga yoki deymiz or bo'lsin nimaga? Ratingi teng bo'lsin G ga deb qo'yaylik. Endi ishlatadigan bo'lsam sizlarga tushunarli bo'ladi. Endi qaranglar. Endi qaranglar. Hozir aytayapti bu yerda. Rental rate 4.99 bo'lsin yoki ratingi G bo'lsin deyapmiz. Hozir mana qaranglar. Rental rate 4.99 emas. Hozir bu shartga to'g'ri kelmaydi, false. Lekin ratingi nima? G. Shuning uchun ham true ishlayapti. Bittasiga to'g'ri kelyapti. Bittasiga to'g'ri kelgani uchun ham true chiqaryapti. Endi bo'lsa nima qilaydi? Bularni olmasdi. Faqat 4.99 bo'lganlarini va G bo'lgan ustunlarni chiqaradi. Hozir xuddi shu masalani endi keyin bitta ishlatib ko'rsataman. Keyin o'zlaringiz mustaqil betwingga bitta ishlab ko'rasizlar. Ishlab ko'rishlaringiz shart. U sizlarga vazifa bo'ladi. Yana film jadvali. Mayli, paymentda olaylik endi. Doimo filmni ishlatavermaylik. Payment jadvalidan nima qilamiz? Where qilamiz. Where nima bo'lsin endi? O'zimiz bitta masala tuzib olaylik, shu yerda. Staff ID'si teng bo'lsin 2 ga. End nima bo'lsin? Yana shartga to'g'ri kelishi kerak. Amount'i teng bo'lsin 7.199 ga. Endi hozir natija nima chiqadi? Bitta xulosa qilinglar, videoni to'xtatib turib. Natija faqat 2 bo'lgan, staff ID'si 2 bo'lgan qatorlar chiqadi, rovlan amount'i 7.99 bo'lganlar chiqadi. Hozir natijani ko'ramiz. Mana. Mana bu yoqqa teng qolib ketibdi. Ming bor uzr. Sal shoshilganimdan. Mana. Staff ID'si 2, amount 7.199. Bu ham xuddi shunday va hokazo. Shu qatorlar bir-biriga to'g'ri kelganligi sababli bizda hozir natija true qaytyapti. Yana aytaman, endga ikkala natija ham true bo'lsa true qaytadi. Bittasi bo'lmasa u or bo'ladi. U payt or ishlatiladi. Yoki dedimi or ishlating, aniq dedimi, va dedimi, end ishlatish shart. Hurmatli do'stlar, bugungi mavzumiz shundan iborat edi. Bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman.
o'tishdan to'xtamang. Bugungi sa'y-harakat ertangi muvaffaqiyat. Ya'ni har kuni oz-ozdan o'rgansangiz ham onlayn ko'rib YouTube'dan nimadir o'rganasiz, balkim keyin kursga borib o'rganarsiz. O'shangacha bo'lgan narsalarni o'rganish sizga qiyin bo'lmaydi. Menga og'riq bo'lganligi sababli, ya'ni men hech narsani o'rganmay kursga kelganman. Tushunib ketishim, o'rganishim juda qiyin bo'lgan va shu bilimlarni mustahkamlash va boshqalarga o'rgatish maqsadida shu YouTube'da dars o'tishni boshladim. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman.